Ağırlık azabını ağzınga alma. Ulanı aram aldırışın haceti yok. Ulanın azabı tehi yeterlik emez. Onu kıynap öldürün la! Bu uydan chiqmay yashayotganimga 10 yil bo'ldi. Meni chiqib o'yintib keling desam, bir hafta bo'ldi yo'qotib ketdingiz, shunga bo'ldim. Onun bilan xo'shlashib mangdigan chog'da u menga qarab shundoq bir kuldi degan ha. Qo'limda xanjar turib, uni dushmanga silishga jur'at qilmayapsizlar. Hammanglar vahima ichida yashayapsizlar. Vahima g'ayratinglarni yeb ketyapti. To'g'ri, dal mushundaq. Mana bu men umid qilgan vahima. U ancha yasinib ishqi chiqmay davasa, u yana rasidi bo'lganligini bizdan yoshirib ketdi. Bu bir go'zal odamchilik bu. O sizlarning xotin qizlaringlarni tatib olganda sukut qildinglar. Keyin uning haykaliga hayba qilishdan boshqa ish qo'linglardan kelmadi. Bu oxirgi qitim Angliya bayrog'iga hurmat bildirishimiz bo'lib qoldi. Davlatimiz mustaqillikni qo'lga keltirdi. O mening so'yganimga yomon qilini tekkizmoqchi bo'ldi. So'ng uni o'ldirib atdim. Siz bilan to'y qilsam oldin baxtimni topgan bo'laman. Men sizni azaldan yaxshi ko'rmayman. Onun teniga putingni qo'yishga petindingmi? 4 kundan keyin u kentni qo'lingizga olasiz. Ular faqat g'ayratli qiyofatga kirib oldi xolos. Hindistonliklar tug'ilishidan qo'rqinchoq keldi.